Bu joyi manzarasi uchun pul to'lanadi. Shunaqa joylar meni o'zimga ham juda ham yoqdi, niyat qo'yganman olishni. Sizlarga ham shunaqa joylar yoqqan bo'lsa, bitta like bosib tomosha qilinglar. Biz obzorni boshlaymiz. Biz Bochkadamiz. Joyimiz fasadi 17, ichkariga 35, 5,5 sotik, po faktu 6 sotikli joy. Bu joy bitta yozgi sezonda sizga bitta BYD tashab beradi. Bu dachamizni plus taraflari shundaki, 5 ta xonadonga bitta transformator qo'yilgan, tok juda ham yaxshi, suvi ham, naporlari ham juda ham zo'r. Yozda mana shu tapchaning ustida uxlab maza qilib yotishni tasavvur qilyapsizlarmi? Siz bu joyni olganingizdan keyin o'zingizga moslab turib ta'mirlab olsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz biznes qilib pul ishlasangiz ham bo'ladi. O'zingiz uchun ham olib qo'ysangiz bo'ladi. Dachamizga kiraverishda ko'ryapsizlar, 4 ta mashina bemalol sig'adi. 2 etaj uyimiz bor. Ichida hamma sharoitlari bor. 3 ta spalni dushvoylari bilan ikkinchi etajda kattagina zal, ko'cha obzorlari ko'rinadi. Bilarlarni qo'yib, stol tennislarni o'ylab, ichkarida zimniy basseynlari bor, yosh bolalar uchun cho'milish uchun, yana bu yerda parelkalari, saunalarigacha, oshxonalari, hamma narsalar qilib qo'yilgan. Ko'chamizni ko'ryapsizlar fayzliligini, joyimiz охраняемый zona. Narxlariga keladigan bo'lsak, shu dachamizni narxi $177 ming so'ralyapti. Yana kelishadigan joylari ham bor. Kanalga obuna bo'linglar. Shunaqangi zo'r tabiat qo'ynidagi joylarni ham sizlar uchun qo'yib boryapmiz. Pastda raqamlar bor. Bemalol biz bilan bog'lansanglar bo'ladi.